Tinchlik kerak, buning uchun yerni so'rayapti. Yerni saqlab qolish bu urush degani. Yerda odam o'lib ketyapti. Bir muxlis yozibdilarki kecha, odamlar o'lib ketsa, keyin u yer kimga kerak deb yozibdilar endi. Ya'ni mana shunday bir-birini hali taqozo qiladigan holatlarki, mana o'sha yana oddiy narsa, o'sha urushni to'xtatish uchun boygina qo'shinlarni olib chiqib ketishga rozi bo'lish kerak to'rt hududdan. Unga rozi bo'lsa vatanni yo'qotadi. Vatanni yo'qotmaysa urush to'xtamayapti. Juda murakkab dilemma va bu yerda vaziyat kundan kunga shu tunnelni yoriq tomoniga qarab emas, qorong'u tomoniga ketib qolinyapti va o'sha tunnelni yoriq qismidan uzoqlashilyapti-da. Bu juda ham murakkab bir vaziyatda hozir, lekin buni yanada murakkablashtirish kerak emas. Agar AQSh boya aytgandek shu kunlarda to'liqligicha bu muzokaralar chiqadigan bo'lsa, bu Rossiyaning total muvaffaqiyati hisoblanadi. AQShda raqibdan bu urushda ya'ni AQShni chiqarib yuborgan bo'ladi. Ha? Bu yo'q, endi vaqt masalasi bo'lib qoladi Rossiya uchun. Yana bir chiqqan xabarda Polsha Rossiya bilan urushga tayyorlanmoqda degan bir xabar chiqqan Qalampir nashrida kuni kecha. Endi savol biroz umumiyroq bo'ladi. O'zi umuman Yevropa Rossiyadan qo'rqishi kerakmi? Aynan urush masalasida. Yo'q, endi qarang. Agarda Yevropa ittifoqidagi barcha davlatlar safarbar bo'la olsa, mana Rossiya urushga safarbar qila oldi iqtisodini. Hali Yevropa safarbar qila olgani yo'q hali. Ukraina ham safarbar qila olyapti uncha-muncha. Masalan, urushdan oldingi davrda bir yilda 700 million AQSh dollarlik qurol ishlab chiqarar ekanda Ukraina tinch bo'lgan paytda. Urush boshlangandan keyin shu miqdor 35 milliard AQSh dollarga chiqdi. Ya'ni 35 milliard AQSh dollarlik qurol ishlab chiqara oladi bugun Ukraina. Faqat shu 35 milliard kim beradi degan ikkinchi savol bu. Ya'ni Yevropa transformatsiya qila olsa, Ukraina ham, Yevropa ham juda qudratli armiyaga boshqasi ega bo'lishi mumkin. Faqat bugun yevropaliklar buni xohlaydimi degan narsa bor. Ular komfort vaziyatga bundan bir 30 yil oldin kirib bo'lgan. Ya'ni ular bu komfortini Afrikadagi ocharchilikka almashmadi hattoki. Afrikadagi qirg'inga mustamlakachilikdan voz kechishga almashmadi-da. Ya'ni ularda oldida ham dilemma bor edi. Xo'p, sen inson huquqlarini, demokratiyani ilgari suryapsan. Sening mana bu taraqqiyotingga sababchi bo'lgan sobiq mustamlakalardan qo'ling tort deganda Yevropa olmagan qo'lini. Endi o'ylaysizki, bunga birdaniga transformatsiya bo'ladimi deb. U komfortni Yevropa yo'qotish xohlamaydi. Uchun Yevropada sivilizatsion transformatsiya bo'lishi kerak. Bu juda, ya'ni oilaviy boshqa qadriyatlarki o'shanga qarab ketyapti ayrim davlatlarda. Misol uchun o'sha millatchilikning qayta tiklanishi, Germaniya masalan. Germaniya boshqa davlatlarda bo'lyapti. Lekin bu hali u darajaga yetib olguncha-chi ancha borda. Va bu vaziyat o'nglanguncha Rossiya oldida ancha